Nokga qiziqqan do'stlarni videoni o'tkazmaslikni tavsiya qilamiz, chunki hali nokga ko'p shiraga dori sepaverib zerikkan bo'lsalaring, mana shu nok ancha noklarning ichida chidamligi hisoblanadi. Kasalliklardan o'ziga ancha xori nokda xullas. Mana do'stlar, bu nokimiz Karmen degan nok, juda serhosil. O'zbekistonda hozir juda ko'p ekilayotgan nok navi. Italiya seleksionerlar tomonidan yaratilgan nok navi hisoblanadi. Oraliq masofasi 1 metrga ekilgan. Telefon nomerlarimiz 90 560 50 34. Kimga shunaqa nok ko'chatlar, shunaqa bog'lar tashkil qilish kerak bo'lsa, Agrovodi sizlarga yordam beradi, maslahat beramiz. Xudo xolasa, nokni kelib ko'rib, hozirdan zakaz berishlari mumkin. Ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz yetarli miqdorda. Mana bu tomonlarni ham olib ko'rsatsangiz, juda serhosil. Tomonlar ma'dan oling. Rangiga ham e'tibor berasizlar do'stlar. Juda rangdor, 1 metrda gektarga 2,5 ming tub 10 kilo, 5 kilodan bo'lsa ham 12 tonna, 13 tonna, 20 tonna, 25 tonna daromad qilsa bo'ladigan narsa. Xullas, nokdan boqilayotganlar imini shu nokni boq qilishlarini tavsiya qilaman. Bundan boshqasi juda kam hosil bo'lib qolyapti. Mauzerlar ham, boshqa nok navlari ham. Mana shu nok O'zbekistonga zo'r tushdi. Tavsiya qilamiz shu nokda ekishlaringni. Buning uchun Agrovodi sizlarga ko'chatlari bor. Telefon nomerlarimiz 90 560 50 34. Qiziqqan yurtdoshlarimizga hozirdan kelib zakaz berishlari mumkin ko'chatlariga. Bog'da ham mevasi hali uzilgani yo'q. Bu nokni o'zi asli pishish muddati shu iyul oyiga o'tib pishadi bu nokimiz. Iyulning 20sigacha uzorasizlar. Hozir bu rang olganning hisobiga ertakiroq joy, quyosh nuri 100% tushib turibdi shunga. Shunaqa rang oldi. O'zi asli pishish muddati shu iyulning 20sigacha pishadi. Kimga agar qiziq bo'lsa, kelib hozir bog'da turibdi mevasi, ko'rib, ko'chatlarni ko'rib, dogovor qilib zakaz berib ketishlari mumkin. Sog' bo'linglar, videoga like bosishni unutmanglar. Telefon raqamlarimiz 90 560 50 34.